Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, Chorva Brand YouTube kanalining qadrli tomoshabinlari, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y mahallasida, ya'niki o'sha o'ptimchi arzonchi birinchi qo'l Rossiya Federatsiyasidan olib keladigan ukamiz Muhammadjon Maylovligit firmasidan onlayn syomkalarni boshladik. Qadrli obunachilar, videomiz avvalidan bir dona like bosib, kommentariyada fikr mulohazalar qoldirishlarini so'raymiz. Xudo xohlasa bugungi avlikol 100 tali avlikollarni video syomkasini sizlarga taqdim etamiz. Albatta qo'ldan kelgancha videoda kamchilik va xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Hurmatli aka-ukalar, bugungi sanalarimiz 11-may haftaning dushanba kuni. Xudo xohlasa bugungi syomkalarimiz yonimda 100 talik avlikol sharalel buqalarni obzorini qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim etamiz. Soniga keladigan bo'lsak, aka-ukalar, 100 boshga yaqin avlikol sharalel. Bundan oldingi partiyamizda Greenford, Simmental, Mickey Mouse buqalarni obzorini qilganmiz. O'tib ko'rishlaring mumkin. Molni soni cheksiz aka-ukalar. Aloqaga chiqib, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalang, onlayn savdolari bor. Kelishib, bir dona olsangiz ham dastlabki xizmatlari O'zbekiston bo'ylab. Voy, mashalloh. Barakasini bersin. Mana Simmental ham juda zo'r ekan. Avlikol. Avlikolni 100 ga 100lari. Semeshinli Simmentalga sharalel semeshinli buqalar ham bor ekan. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, aka-ukalar, 120 dan 125, 130 ga qadar. Videodagi qaysi bir mol ma'qul kelsa, akalar screenshot qilib, mana nomerlarda Telegram, WhatsApp bor, onlayn savdolari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Addenni bitta mol qaysi mana olmoq yoqdimi, screenshot qilib Telegramda tashlab bersangiz, Addenni o'zini ajratib video tashlab beradi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Mana Mickey Mouse ham juda yemga tashlaydigan variantlar ekan. Bu buqalarimiz akalar paltarashga yemga tayyor. Yeb ichdi, sog'liklari bexijolat mana o'ynab turibdi. Aloqaga chiqaverasizlar. Mashalloh, ham Simmental ham zo'r ekan. Shoxli deysizmi, shoxsiz deysizmi? Rosa tulab pilusga qo'shadigan xonasi kelgan aka-ukalar. Molni soni cheksiz, aloqaga chiqaverasizlar. Misol bu videoni 2 kundan keyin ko'rasizmi, 3 kundan keyin ko'rasizmi? Xotirjam aloqaga chiqsangiz, mol uzilmaydi. 2 kunda bir 50-60 bosh mol kelyapti. Ukamiz chiroylilab dastlabki xizmatlarni qilib beradi. Videomizdagi kamchilik va xatolar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz aka-ukalar. Biz Telegram kanalimiz ham bor, Chorva Brand degan. O'tib obuna bo'lib qo'ysalang, shu ukamizni joylashgan lokatsiyalarini tashab qo'yamiz. Telegram, Instagram kanallarimiz bor, Chorva Brand degan. Obuna bo'lib qo'ysalang, xursand bo'lamiz. Mollarning korobkalariga e'tibor berasizlar, aka-ukalar, o'ta yo'g'on mollar, qo'pol. Go'sht, raqiqiy go'sht yo'nalishidagi buqalar. Mana avlikollar ham tozasi ekan, 100 ga 100 dan. Bu kanalimizga Muhammadjonda avlikol buqalarni qo'yganmiz, tonnali buqalarni. Albatta ko'rgan bo'lsalang, bu buqalar ham xudo xolasa bulardan qolishmaydi degan umiddamiz. Va sharalelmi, qanday zot bu aka-ukalar? Kommentariyada fikrlarini qoldirib ketasizlar. Endi qadrli obunachilar, bu mollarga ishqiboz bo'lib, narxini aytish esdan chiqib ketibdi. Videomiz 4 minutda o'tib ketibdi. Aka-ukalar, bu buqalarimizni boshlanish narxi, albatta aytilish narxi 28.500.000 so'mdan. Mana g'urrasiga necha qo'yasizlar? Like bosib qo'yasizmi g'urrasiga aka-ukalar? 28.500.000 dan boshlanish narxi 32.500.000 gacha. Albatta aytilgan sommadan savdosi bor. Kelishtirib yo'lida qilib beradi. Bu buqalarimizni bir joyga oladigan aka-ukalarimiz bo'lsa 29.200.000 so'mdan xayri bor deyishyapti. Kelishtirib chiroylab dastlabki xizmatlarni qilib berishadi. Avlikol ham rosa 100 ga 100 dan ekan.
O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. 12 soat, 24 soat aloqaga chiqaverasizlar, ukamiz javob berib o'tib ketadi. Simental deysizmi, avlikol deysizmi, barcha turidan bor. Barchalarga mana shunaqa simentalni yuzga yuzlaridan olib boqish nasib qilsin. Amin deganlar kommentariyada fikr mulohazalar yozib, bittadan like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Do'stim ham shu yerda Farhod hoji. Xudo xolasa baraka topadigan mollar, aka-ukalar. Avlikol ham to'rtburchak narsa ekan. Endi qadrli tomoshabinlar, sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Bu Rossiya Federatsiyasi yopilgan chegara. Bu mollar qachon kelgan degan savol tug'ilishi mumkin, aka-ukalar. Bu mollar kelganiga 1 oy, 1,5 oy bo'lgan. Shu yopilmasdan oldin kelgan. Ular karantinda turgan. Emlamasi bo'lgan, licheniyasi bo'lgan, barchasi bo'lib, sog'ligi 100% garantiyali mollar. O'sha chegara ochiq paytida kelgan, karantinda turgan mollarda bular. Ukamiz aytishi bo'yicha shunday. Licheniyasi barchasi bo'lib o'tdi aka dedi. Xotirjam uyda molingiz bo'lsa oldiga qo'shib bemalol boqaverasiz. Mana avlikolni shoxli varianti ekan. Mana yuzga yuzlari to'qolli variantlari bor. Gilamli yeb icharlari yaxshi bo'lsa, ob baraka topasiz. Qadrli tomoshabinlar, videomizdagi xatoliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Barchalarga rahmat, qadrli aka-ukalar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, mashalloh deb nasib qilsin deb yozib ketish esdan chiqmasin. Bitta like bosib, podishka qilib tursalang, bundan-da xudo xolasa qo'ldan kelgancha yaxshi syomkalar qilib sizlarga taqdim etamiz. Barchalarga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ekrandagi nomerlar 24 soat onlayn ishlaydi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar akalar, barchalarga rahmat.